Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xonadonlaringizga fayz baraka, o'zlaringizga tinchlik, xotirjamlik tilab, bugun 2025-yil 14-noyabr ekan, hafta kuniga juma ekan. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin deb bugun bir video qilyapmiz. Mana Quvasoydan Umarjon kelyapti. Yangi xaridorimiz, chuvalchang boqayotgan joylarimiz. Mana 1 kvadrat chuvalchang olaman dedi. Tayyorlab turing, men borgunimcha deydi. Shunga hozir buni tayyorlayapmiz. Mana 1 kvadrat 2 ta banan korobkani tayyorlayapmiz. Bunga hozir banan korobka yaxshi joylardan solib qo'ydik. Hozir endi quyoshda bu chuvalchanglar pastga qarab kiradi. Endi bet-betidan buyagi mislarni olib ustiga yana chuvalchang to'ldiramiz. Mana Umarjon keldi Quvasoydan. Qaysi mahalla Umarjon? Polmon. Polmon mahalla? Mahalla fuqarolar. Polmon mahalla fuqarolar yig'inidan kelibdi. Mana 2 ta banan korobkani tayyorladik. Mana Umarjon, menda buni kvadrat metr hisoblanadi o'zi, ha? Kvadrat metr. Menda chuvalchang ko'pligi uchun kelgan odamga mana perchatkalar bor, oling o'zingiz savoling deyman. Mana perchatkani beraman. Qo'lga xohlasangiz o'zingiz savoling deyman. Aylanib terib deyman. Bu perchatkada deyman. Yo'q, o'zingiz solib beravering desa, men o'zim solib beraman. Kvadrat metr nomi kvadrat metr deyiladi-yu. Lekin 2 ta banan korobkani zich holatida men to'ldirib beraman, xudo xohlasa. Mana shu yerdan mana necha kvadratdan oldik buni? Boring. 12 bo'lsa 24 kvadratdan 2 ta banan korobkani bir chekkadan qilib to'ldirib oldik. Xudo xohlasa zichliklari juda yaxshi. Mana o'zi keldi, xudo xohlasa mana olib ketadi. Mana Quvasoyga Umarjon o'zi keldi. Uylarni ham ko'rib oldi Umarjon. Bir kamchiliklar bo'lsa so'rab turaverasiz. Mana safaringiz bexatar bo'lsin. Yaxshi aytib oling. Qani sekin yopaylikchi. Ana nomerlarni yopib qo'yamiz. Hali yaxshi aytib oling Umarjon. Rahmat, sog' bo'ling. Bu chuvalchang boqayotgan ikkinchi joyimiz mana. Bunda 4 ta bioreaktorda, mana bioreaktor desa 4 tasida biyogimiz tayyor bo'ldi. Kuzga bular, kuzga shuni bir chekkaga toshib elab sotamiz endi. 4 ta mana yonlariga mana bu yerlarga go'ng solib qo'yganmiz. Mana bu yerga ham go'ng solganmiz. Bu yerlar mana yonlariga go'ng solganmiz. Shularga bu chuvalchanglar o't bo'ldi hisobda. Ozgina qoldi, endi chuvalchanglar yaqinda o'tib ketadi. Mana bu yerga ham go'ng solganmiz. Mana bu mana yonlariga solganmiz mana. Go'nglarni butun atrofiga go'ng solib qo'yganmiz. Bularga o'tishyapti, xudo xolasa. Bu yerda ozgina chuvalchanglar juda oz qoldi. Mashkullarda o'tib ketadi. Keyin toshimiz bu yerdan. Nari bir joyga toshib elab sotamiz. Mana bu yerga toshidik biyogimizlarni. Kuzga bir 8 so'mdan chiqib qolsa kerak, xudo xolasa. 500 km yerdan Marg'ilonga Qumtepaga sotdik. O'zi kelib Akmaljon olib ketdi u bola. Qolgani mana turibdi, endi xudo xolasa bu yerda ham elab sotamiz. Mana biyogimizlarimiz holati. Mana juda zo'r. Juda a'lo darajada. Xudo xolasa.